Hadislardagi oilasining yig'izari sababidan meyitning azoblanishi. Abdullah ibn Ubaydullah ibn Abi Mulayka xabar berib dediki, Osman radhiyallohu anhuning bir qizi Ummu Aban Makkada vafot topdi. Biz yerlik qo'yishga qatnashishga kelganda so'ringa ibn Umar, ibn Abbas radhiyallohu anhularmi hozir bo'ldilar. Men ikki kishining o'ttirisida o'tirdim yoki bir kishining yanida o'tirsam, yana bir kishi yanimga kelib o'tirdi degan. Abdullah ibn Umar radhiyallohu anhuma Amir ibn Osmonga dediki, yig'izar qilishdan to'smamsan, chunki Rasululloh sallallohu alayhi va sallam oilasining yig'izari sababidan meyit azoblanadi degan. Buni anglagan Ibn Abbas radhiyallohu anhuma Umarmi shundoqroq deydi deb mundaq bir ishni so'zlab berdi. Men Umar bilan Makkadan qaytib Bayda degan soyga kelganimizda Samura darxining ostida soydayotgan bir to'p to'giliklarni ko'rdik. Shunda Umar menga berib qarab baq, ular kimlar ekan degan edi. Berib qarasam, aralarida Suhayb bor ekan. Umarga xabar qilsam, unuga ayt, men bilan mangsun dedi. Men yana Suhaybning qashig'i berib, "Yur, Amirul Mu'mininga yetishib mang" dedim. Keyin Umar suiqasdga uchrab yaralanganda Suhayb kirib, "Voy qarindishim, voy hamrohim" deb yig'lab ketgan edi. Umar radhiyallohu anhu, "Ey Suhayb, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam oilasining ba'zi yig'izlari sababidan meyit azoblanadi degan tursa, men yig'lavatamsan" dedi. Ibn Abbas radhiyallohu anhuma so'zini davomlashtirib dediki, Umar radhiyallohu anhu vafot bo'lganda Umarning so'zini Aisha radhiyallohu anhaga desam, u Alloh Umarga rahmat qilsin. Alloh bilan qasamki, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam hargizmi Alloh mu'minni oilasining uning yig'ilgan yig'izi sababidan azoblaydi demagan. Lekin Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Alloh kafirga oilasining uning yig'ilgan yig'izlari sababidan azobni ko'paytirdi degan. Sizlarga Qur'ondagi hech bir gunohkor odam birovning gunohidan javobgar emas degan oyatlar kifoya qiladi dedi. Shu chaqda Ibn Abbas radhiyallohu anha Aisha radhiyallohu anhaning gapini oxirlashtirib, haqiqatan kuldirganmi, yig'latganmi dal Allohdir dedi. Ibn Abi Mulayka dediki, Alloh bilan qasamki, Ibn Umar radhiyallohu anhuma lam jim demidi. Sahihayndan. Sahabelardan Hazreti Aisha bilan Ibn Abbas radhiyallohu anhuma oilasining yig'isi sababidan meyit azoblanadi degan hadisni oyatning mazmuniga va o'zi payg'ambar sallallohu alayhi va sallamdan boshqacha qilgan rivoyatga zid deb qarab, ehtimolliq dalilning o'rniga o'zining nazarida ehtimolliq yo'q dalilni tarjih qilgan. Uningcha bo'lganda boshqalarning o'zining nazarida Qur'onning zohiriga zid keladigan rivoyatni rad qilib, o'zining rivoyatini elishda oyatning zohiri hal qilg'uch rol o'ynaydi. Hozirgi zamondagi ba'zi olimlarmi mushug'ul tarjihni tutib, mazkur hadisni rad qilgan. Lekin qaraydigan bo'lsak, hadisni rad qilganlar hadisning zohiri meyitni gunohsizlar jazolashni ko'rsatadi deb o'ylab olgan va buni Qur'on oyatimi aqlmi rad qiladi deb turib olgan. Haqiqat shuki, bu hadis aqlga zid kelmagandan sirt oyatga mu zid kelmaydi. Ular zid keladi deb qarab olgani hadisning mazmuni emasdir. Buning bayoni mundaq. Rad qilguvchilar hadisdagi azob kalimasini jazo deb tushunib olgan. Amaliyotda u jazodan umumiyroq so'zdir. Alloh taolo Ayyub alayhissalomning badanini mubtalo qilgan illatni Ayyub alayhissalom azob deb atagan. Halbuki bu azob jazo tariqasida bo'lmasdan sinoq tariqasida bo'lgan. Yana Rasululloh sallallohu alayhi va sallam safar degan azobdir degan. Safardagi bu azobmi jazo emasdir. Buningdan azob kalimasining umumroqligi ayon bo'ladi. Undaqda hadisdagi azob kalimasini bir xil jazo deb tushunadigan bo'lsak, meyitning oilasining uninga yig'ilgan yig'isi sababidan tortadigan azobi uninga nisbatan bir xil jazo bo'lishi mumkin. Bu shu jamoatda shundoq odat bo'lib, meyit uni to'smagan bo'lsa yoki shundoq tapilab vasiyat qilgan bo'lsa, Imom Buxoriy hazratlari mushundoq tushungan va bu hadislarning bobiga meyitga jar solib yig'izar qilish shu kishining odati bo'lsa, andin shundoq bo'ladiganligi deb ism qo'ygan. Bu ko'pchilik olimlar tutgan qarash bo'lib, ular hadisdagi azoblanadigan meyitdan yig'izar qilishni vasiyat qilib, o'lgandan keyin vasiyati o'rindalgan kishi maqsad qilinadi degan. Bu mazkur hadis haqidagi qarashlarning eng kuchligidir. Ikkinchi qarashni Imom Karimani mundaq ifodalagan.
Dunyodagi chog'da boshqalarning qiliqi tufaylidan meyitning azoblanishi joiz. Alloh taolo sizlarning oranglardagi zulm qilganlarning beshiga kelishi bilanlar cheklanib qolmaydigan balo qazodan saqlaninglar. Anfal surasi 25-oyat degan. Barzakh hayotida shundoq. Ammo hech bir gunohkor odam boshqa birovning gunohidan javobgar emas. degan oyat bo'lsa, qiyomat kunida shundoq bo'ladiganligini bildirdi. Uchinchi qarashni Imom Tabariy qatorliq olimlar mundoq bayon qilgan. Hadisning ma'nosi meyit o'z oilasining uninga qilgan yig'izarini anglab azoblanadi. Bola chaqalarga ich og'riydi. Qozi Iyaz bu eng muvofiq qarash deb baholagan. Buningdan boshqa yana 5 xil qarash bor. Demak, bu hadisni Hazrat Umar, Ibn Umar va Mughira radhiyallohu anhular rivoyat qilgan. Sahihligiga qil sig'maydi. Undaq bo'ladigan ehtimolliq dalil yoki faraz bilan uni rad qilayotgani bo'lmaydi. Hazrat Aisha boshqacha rivoyat qilgan vaqalik bu hadisni rad qilib o'tishga yetarli emas. Chunki har ikki hadis sahih bo'lishi va boshqa ikki vaqalikda aytilgan bo'lishi mumkinchiligi bor. Uning ustiga bu hadisni Hazrat Umar suiqasdga uchrab xanjar tiqilganda muhojir va ansarlarning kattalari uni yo'qlab kirganda so'zlab bergan va Suhayb radhiyallohu anhuni yig'lashdan to'sgan. So'rinda hozir bo'lgan sahobalar bunga e'tiroz bildirmagan. Mana bu to'g'ri qarashdir. Chunki payg'ambar sallallohu alayhi va sallam azoblanadi degan, jazolanadi demagan. Azob bo'lsa jazodan umumroqdir. Doktor Abdulaziz rahmatulloh. Sajiya Islom bilimlari tori.